Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Spark avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2019-yil 158 ming yurgan, ikkinchi paysadagi oq rangdagi, oq svetdagi Spark. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz ko'ryapsizlar, akalar, Toshkent motor. Podramnik yorilgan, netgan joylari ko'rinmayapti. Choklari, usilitlari, mana bu taraf podramniklari ham. Xullas, ABS, konditsioner hammasi bor ekan, akalar. Endi o'zingizlar ham bir qator kelib tekshirib olasizlar mashinani. Bu yerdan bir qator videosi, balonlari ikisi balonlarimiz ham o'rtacha holatda. Avtomobilimiz saloni, linonni ko'rik, chexol, mana salon holatlari. Andijonda yomg'ir yog'ayapti, sevalab yog'ayapti. Chexol holatlari xullas yaxshi holatda ekan. Salonlar yaxshi ekan. Mashinamiz tosh obil. Adashmasam, gaz yo'q. Ahmet bermabman, gaz bor yo'q deydi. Hozir bu yerda ham bir qator olib, xullas akalar, gaz yo'q ekan mashinada, qo'yilmagan, qo'yib olib tashalmagan ham. Mana bu yerdan choklari. Mashinamizni orqadan bir qator videosi akalar. Videoga maksimal like bosib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham so'raymiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasvot yo'q-a? Motor rasvot yo'q, hadoylari ham yaxshi deyishyapti. Kraska kaltilarichi? Toza, bitta boshlari, bitta petnosi bor. Bitta joyda akalar kichkinagina petnosi bor ekan. Endi ma'lumotni aytib ketamiz. Petno bilasizlar, kraskaga kirmaydi. Xullas, kraskasini toza deyishyapti. Narxi qancha aka buni? 6,5 mingdan bitta tushib beramiz. 6,5 ming. Ozmoz kami bor-a? Savdosi ham bo'ldimi, bozor so'radimi? Yo'q, hozir keldik. Endi variant barter bank yo'llarichi? Kattaroq mashinaga qila olamiz. Kattaroq mashinaga barteri bor-a? Variantga chiqmaydi. Yo'q, variantga chiqmaydi, bankka chiqaradi. Bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik 084 084 87 78. 87 78 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Mashinamiz 2019-yil 158 ming yurgan, ikkinchi paysi mexanikada. Narxlarni eshitdinglar akalar, 6,5 ming kam bor deyapti bitta joyda. Petnosi bor ekan, xolos telefon qilib gaplashib bosib joy ekan. Navbatdagi avtomobilimiz Stolnoy Svetdagi Spark. Mashinamiz 2013-yil Euro varianti ekan akalar. Birinchi paysi, xullas 195 ming deyapsiz yurganini. 195 ming yurgan ekan akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor, ko'ryapsizlar. Podramnik, choklari, usilitlari, xullas gazlari bor. Balonlari, kesak balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha holatda, yomon emas-cha. Zo'r emas. Linonni ko'rik, chexollari yo'q, mana salon holatlari. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akallashtirib bosaveramiz. Xullas, salon holatlari, mana ko'rishingiz mumkin. Mashina ichi ham urinib metib, shilinib metib, bunaqa joylarni ko'rmayapman. Endi o'zingizlar ham bir qator kelib, ko'rib, xullas tekshirib olasizlar, bir qator olayotganda baribir. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motorda rasvot yo'q-a? Motorda rasvot yo'q. Hadoyli ishchi? Hadoyda ham ishi yo'q ekan. Kraska kaltilari? Kaltaga yo'q, kraskasi karnizda bir qarish bor, mana shu krilosda bir qarish bor. Karnizda bir qarish, krilloda bir qarish-a. Qolgan joyi yaxshi, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 58 deb beramiz. 5800 kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti endi. Variant barter bank. Naqdga. Faqat akalar naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 93lik 518 3443 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Mashina 2013-yil 195 ming yurgan, birinchi paysi Euro varianti. Eshitdinglar, karnizda bir qarish, bitta krilloda bir qarish, petnos, ular kraskasi bor ekan, qolgan joylari yaxshi deyapti. Mashinani unaqa kaltagi yo'q ekan. Olib, bemalol ko'rsatib, tekshirib olasan. Mashinani akalar mana holatini o'zlaring ko'ryapsizlar. Telefon qilib, gaplashib kelishaveradigan joy ekan. Xullas, bosib olamiz akalar. Navbatdagi avtomobilimiz Mokriy asfalt svetdagi Spark. Mashinamiz 2016-yil 210 ming yurgan ekan. Ikkinchi paysi mexanika. Xullas, mashinani akalar mana holatini ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, motorimiz Toshkent motor, podramnik, choklari, usilitllar, xullas gazlari, ABS, konditsioner, hammasi akalar xullas bor ekan. Balonlari, kesak balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha
holatda. Saloni. Linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, mana salon holatlari akalar. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Qo'ng'iroq tugmasini ham bosib boramiz akalar. Mana bu yerdan salondan ko'rinishi. Orqa stoplar qalampir stop, mana ko'rishlari ham mumkin. Aka, motor hadovoyi yaxshi? Xudo xolasa motorda rasxod yo'q, hadovoyda ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Shaharda mashinasi. Kraska kaltakchi? Oldi qanot kapotda bor, ichiga o'tmagan oldi kapotda. Ikkita oldi qanot shu oldi bor ekanda, kapotida, arqa bitta qanotida bor deyapsiz. Xohlagan ustasiga tekshirtirib olaveradi. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? O'tmagani. Ichiga akalar o'tmagan ekan. Bir qator ko'rsatib tekshirtirib olaversa ekan. Narxini 5600 kam bor deyapsizmi? 5600 kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi aka? 5 tepasida beramiz. 5 ustida. Ha, 5 ustida akalar gaplashasizlar ekan. Variant barter bankchi? Banki yo'q. Bank yo'q, variantga chiqami yo'q? Ha, gidet eng kamida 4000 pullar bo'lsa, telefon qilsanglar variantga chiqaverar ekan. Telefon nomerlari 77lik 0 17 77 raqamlariga akalar aloqaga chiqib, xullas bosib olgan joyi ekan. Mashina 2016-yil 310 ming yurgan ekan akalar. Telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. Klassik kaltalarni o'zingizlar ham eshitdinglar. 4000 puli bor ekan. Xullas variantga ham chiqib turaveradi deyishyapti. Bo'ldi, o'zim ko'tarib olaman. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 2018-yildagi oq rangdagi Spark mashinamiz 185 ming yurgan ekan. Nechinchi pozitsiyasi? 2 mi? Nechi? 1-2 qilingan ekan akalar. Avtomobilimizni xullas motor qismiga kelsak. Motorimiz Toshkon motor. Padranlik, choklari, usulitillar, xullas gaz yo'q ekan, ko'rmayapman. ABS bor, konditsioner yo'q. Balonlar ikisi balonlarimiz tutdi. Yangi biringacha taqilgan, xullas mana avtomobilimiz. Ko'rib turibsizlar akalar. Saloni. Linoni yo'q, ko'rilari, xullas chexollari, mana salon holatlari. O'zingizlar ham ko'rib olishinglar mumkin. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan ekan. Arqama tushgan shekilli eshik ochilmadi. Endi to'g'ri tushib olamiz bir-birimizni. Bagaj qismiga kelsak, xullas gaz qo'yib olib tashalgan ekan, zapaska balonlari turibdi, ko'rdinglar. Bagajimiz orqadan choklar. Mashinani orqadan bir qator ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motorda rasxod yo'q. Hadoy ishi? Yo'q, a? Qayerda mashinasi ekan? Klassik kaltalarichi? Bu orqa kirilar bilan petno bor, nariga eshik bilan kirilar petno. 3 ta joyda petnosi, 3 ta detal petnosi bor ekan akalar. Unaqa mashinani kaltak yo'q deyishi, kaltak yo'q, a? Kaltak yo'q deyishyapti. Narxi-chi? Narxi 62 dan beramiz. 6200 kami bor, a? Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? 57 qilishdi. 5700 ga berilmadi. Bermaganingizga beraverasizmi? Ustiga qo'shish kerakmi? Qo'shib beramiz. Ustiga yursanglar akalar, barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant barter bank? Yo'q. Faqat naqdga. Mahalla o'zingizlardan dehqonchiligi. Yo'q, tirikchilik. Ha, tirikchilik. Endi telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 8 00 70 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Spark mashinamiz 2011-yil 305 ming yurgan akalar. 3-pozitsiya xullas Sparkda arzonroq qidirganlarga akalar mashinani pulini yengil deyishyapti. Xudo xolasa avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, padranlik, choklari, usulitillar, xullas akalar gazlari, ABS, konditsioner, xullas hammasi bor mashinaning 3-pozitsiyada. Balonlar ikisi balonlarimiz chaqnashadigan holatda ekan. Saloni, linoni yo'q, ko'rilari, chexol holatlari, xullas avtomobilimiz mana salon holatlari akalar. Mashinani bu yoqdan bir qator ko'rinishi, xullas salondan bir qator akalar mana ko'rinib borishi, orqa stoplar qalampir stop. Bagaj qismiga kelsak, temir metan, bagajimiz akalar mana nimalari, xullas endi shumka bo'lgan ekan. Mana ko'rishlar mumkin, shumka bo'lgan ekan, xullas pastlari, qozonlar bo'ldi. Qoplangan ekan. Mashinani mana orqadan bir qator videohassi. Kraskasi 20-25% aka. Oldaqalar pechati. Kirilo kapotda bor. Kirilo kapot. Ichiga o'tmagan. Motorda rasxod yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Hadovoy idishchi? Yo'q, hadovoy
hadoylari ham akalar yaxshi ekan. Narxini gen qilib olsanglar bo'laverar ekan. Narxini 4100 kami bor deyapsizlar. 3800 qilishni bermadinglar aka. 3800 dollarga akalar berilmabdi. Ustiga yursa barakasi bo'lib ketadi deyishyapti. Aka faqat naqdga sotiladimi yo variant barter? Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Variantga akalar chiqmas ekan. Barter demo moshlarga telefon nomerlari 97lik 990 33 37 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Spark mashinamiz 2014-yil 250 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya mexanikada ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor, podramnik choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor, konditsioner ham bor ekan, ABS yo'q. Balonlar kelsa, balonlarimiz ham o'rtacha holatda. Salon, linonin yo'q, ko'rilari, chexollari, mana akalar salon holatlari. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Obuna bo'lmaganlar, xullas obuna bo'lib qolamiz. O chexollari ham menga chexolga tashlab qo'yilgan ekan. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Xullas akalar bagaj qismiga kelsak, temir metan, bagajimizning choklari. Avtomobilimiz bu yoqdan ham bir qator salondan viduxasi, bagajimiz akalar chok holatlari. Mana mashinani bu yoqdan bir qator ko'rinishi. Akalar motor hadoylari yaxshimi? Zo'r. Rasxot yo'q, a? Motorda rasxot yo'q, hadoyda ishi. Hadoyda ham ishi yo'q ekan. Klassik kaltilari-chi? Kapotni betida. Ikkinchisi petnosi bor. Kapotni betida ikkita joyda petnosi bor. Ichiga o'tganmi, o'tmagan? Ichiga bo'shamagan kapotlar. O'tmagan, akalar kapoti даже bo'shamagan deyishyapti. Holiga qilishgan ekan. Narxini qancha deyapsiz buni? 5,5 nacha tushib beradi. 5,5 ming oz-moz kami bor-a? Savdosi bo'ldimi? Ha, berishadi. Qancha qilishdi sir bo'lmasa? Nima ham cho'ntayapti. So'rab ketishyapti, qilishyapti, ha? Variant barter bank? Ha, hamma bo'ladi. Variant ham chiqaveradi. Variantga kami qancha pullar bo'lsa telefon qilishsin? 3000 bo'lsa? Eng kamida 3000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqaverar ekan. Barter demo moshlarga. Mohina akalarimiz o'zlarining nomida ekan, gen ham chiqaveradi. Gen ham chiqaverar ekan. Yo'q, gen chiqmaydi. Gen chiqmaydi. O'tkazib olish shart. Yo oddiy davenis yo sotib olishsa o'tkazib olish kerak. Telefon nomeringlar. 94lik 94lik 071 071 0126 0126 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Spark mashinamiz akalar 2010-yil 370 ming yurgan ekan. Ular mashinamizni mana holatini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Mashinamiz 3-pozitsiya mexanika. Mana salon holatlari. Ular podramnik choklari, ustiletillar, xullas gazlari. Gazi yo'q, a? Gaz yo'q ekan. ABS konditsioner xullas hammasi bor ekan. Balonlar kelsa, balonlarimiz ham akalar yaxshi holatda ekan. Avtomobilimiz saloni linonin yo'q, ko'rilari, chexollari, mana salon holatlari akalar. Orqa oynalar ta'mirlovga qo'ygan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar mashinani viduxasi. Bagaj qismiga kelsak, yana choklari, zapaskalari ham akalar даже tushmagan deyishyapti. Mashinani mana orqadan ko'rinish. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motor, hadovoy, korobka hammasi zo'r-a. Rasxot yo'q, olib turib rasxot qilishmaydi. Olib turib rasxot qilmaysizlar ekan, akalar. Bir qator o'zingizlar ham kelib, ko'rib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar, mashinani holatini ko'ryapsizlar. Buni kraskasini qanaqa dedik? Eshik kirilo, nari kiriloda bor-a? Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Ishlari ham akalar bo'shamagan ekan. Narxini qancha dedik buni? 4400 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi? Qancha qilishdi? 3900 ga berilmadi. Ustiga yursa barakasi bo'ladi. Variant barter bank. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 90 765 93 98 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveradi. Navbatdagi avtomobilimiz Stanley Svetdagi Spark mashinamiz 2015-yil 190 ming yurgan. 190 ming dedingizmi? 190 ming yurgan akalar. Tortib qolsa shekilli kapi tortilmabdi. 190 ming yurgan ekan Stanley Svetda akalar, ikkinchi pozitsiya. Mexanika, avtomobilimiz motor holatlari, motorimiz Toshkent motor. Podramnik, choklari, ustiletillar, xullas gazlari, ABS, konditsioner, akalar hammasi bor ekan. Balonlar kelsa, balonlarimiz ham yaxshi holatda.
salon linonin ko'rik chexol mana salon holatlari. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib boramiz akalar. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Mashinani orqadan vidufasi. Aka, motor hadoylari qanaqa? Yaxshi. Motorda rasxod yo'q, hadoyda ish yo'q, xudo xohlasa gazini qo'yib minsa bo'ldi deyapsiz. Qayerda mashinasi? Shaharda mashinasi. Kraska kaltelarichi? Aka bu 3 tamikin detalda bor, petnoga chachilgan. 3 ta detalli petnoga sachilgan joyi bor. Unaqa kalta yo'q, xudo xohlasa. Kaltelari akalar yo'q ekan. Narxini qancha dedik aka? Aka 5700 dan ozgina o'tdi. 5700 ozmoz kami bor. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi aka? Aka so'rab aytishyapti. Variant barter bank? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga, faqat akalar naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 99lik 517 91 11. 91 11 raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. Telefon qilib gaplashib kelishib olamiz.